Xayr, xata sevgan er. Birinci qism. Biz ayrılıp ketayli. Endi hech ishni davomlashtirolmaymiz. Xayr, baxtlik bo'ling. Onun ko'zlari shunchalik sovuq ham rahimsiz edi. Ko'zlarimga yosh keldi. Onun qo'llarini barmoqlarim orasiga oldim. Men aşık bo'lgan qo'llar burunqidek illiqligini yo'qotgan. Muzdek turadi. Onun lavlari yenik titrayotdi. Yig'lamay desammi, asi ko'zlarimdan ikki tomchi yosh manzimni bo'ylab sirg'ib tushdi. Tush bo'p qolsa-chu hamma. Aşı kecha uningdan judo bo'lgan shu rahimsiz kecha o'zimni to'liq baxtsiz his qildim. Dünya menga adolatsizlik qilgandek, hayot menga ta'tir qarayotgandek, o'zimni qo'yib etib, ovozim bo'g'ilib ketgandek shiqladim. Oningdan ayrilganimga 2 oy bo'lay deb qopti. Burunqi xo'shligimdan asarmi qolmagan. Bu azoblarimni unutib ketish uchun o'zimni xizmatga uratdim. Uni o'ylamaslikka tirishatdim. Butun zehnimni suyimlik o'quvchilarimga beratdim. Turibla bundaq tugamas xizmatlardan shunchalik bezor bo'latdim. O arxiv, bu jadval, o'quvchilar suhbati, ota-onalar yig'ini, ish qilib ishlaydigan chiqibla turadi. Lekin ishning chiqib turganimi yaxshi. Bo'lmasa men nima ish qilatdim? Bugun yakshanba. Aram olmasligimizni shunchalik orzu qilsammi, yanala aram oladiganmiz. Mushu kunlarda bekorchilikdan qo'rqadigan bo'lib qolgan edim. Yakshanbaga o'sh bo'lib qoldim. Tuyuqsiz do'stim Güzeldan uchir keldi. Jinim, nima ish qilyapsan? Vaqting bo'lsa paranglashqash bilan tomoq yeyli. Güzel bilan men ikkimiz ikki dunyo. O boy oilada cho'ng bo'lgan. Yasanchiq, giptiz. Ish qilib meni har qanday so'rinda jon-jahli bilan qo'g'daydi. Men bo'lsam oddiy oildan kelib chiqqan. Gepim jiq emas, oddiy sadda bir qiz. Garchi xarakterimiz o'xshamasimi, o yasanchiq do'stimni shundoq yaxshi ko'raman. Oningga uchir qaytirdim. Ma'qul adash. Hanim bo'lsa go'zal bo'lib qopti-kan. Mendek daltiga uningdek yamoq do'sti bo'lmasimi bo'lmaydi-da. O'zimni tuzmagili xeyli bo'pti-kan. Aynak oldida o'ltirib, tujiblab girim qildim. O'zimga qaytadan sap soldim. Men xeyli chiroylik edim. Chiroylik bo'lsam nim bo'pti? Hamma odam go'zallikka intiladigan bu jamiyatda chiroylikning na e'tibori. Ko'nglim shunchalik g'ash, yo'lda ketyapman. Azaldan qulqimga naoshq silib menishga amroq edim. Mushundaq bo'lganda meni bearam qiladigan ishlarni o'ylamaydim. Ko'nglim shunchalik yerim. Yo'lda ketayotgan jup-juplarni ko'rganimda yanala o yodimga kelib oladi. Oningga bo'lgan seg'inishim yuragimni muchib azoblaydi. Oningdan nafratlanatdim. Yo'q, o'zimdan nafratlanatdim. Pes ko'nglimdan nafratlanatdim. Shuncha o'ylamay desammi, onun bilan o'tgan kunlarim yanala kallamga kirib oladi. Buningdan 3 yil burun yozliq ta'til vaqtlari. Yoz oylarining havosi to'limi tinjiq edi. Nimishqikin yoz faslini ancha yaxshi ko'rmayman.
Öyde qiladiganға ishmi yo'q kunlarim televizor ko'rish, telefon o'ynash bilan o'tadi. Bir kuni go'zal bilan bozor aralab etib, telefonimni jittirib qo'ydim. Hayotimiz yan telefon bilan chambarchas bog'lanib ketgan mushu kunlarda telefonni jittirish o'zini jittirib qo'yganga barobar. Muvaffaq bahoda yangi telefondan birini setib oldim. Endi kartamni to'liqlab bitirishim kerak. Shularni o'ylab, bulansibat zaliga kirdim. İsminiz nima? Mahira. Telefon numarangiz? 138 Onunğa o'g'irliqcha sap soldi. Onun qop-qora chochlari, orasidan qo'yuq qoshlari, bir jip o'tkir ko'zlari, onun erlarga xos bo'm ovozi meni bir xil o'ziga tortib turadi. Bo'ldi, bejirib bo'ldi. Onunğa rahmat aytib chiqib ketdi. Nemish ekan bilmayman. O xiyolimga kirib elib, meni hech qilib qo'ymaydi. Aradan 2 kun o'tib, tuyuqsiz telefonimga uchir keldi. Balkim hayotimning xato burilishi shu uchirdan boshlangan bo'lsa kerak. Onun menga uchir yezishini xiyolimga keltirmagan edi. Yaxshimsiz singlim Mahira. Men eliq kuni sizga kartingizni to'liqlab bejirib bergan Muxtar akangiz. Karta bejirgicha numarangizni yodlab olgandim. Yurakim ko'krak qafizimdan chiqib ketayla dedi. Telefon tutgan qo'llarim titrayotdi. Ajiba, men uni yaxshi ko'rib qolgandim-mi? Yaxshi ko'rib qolsam nima bo'pti? Mening muhabbat erkinligim bor-ku. Onunğa uchir qaytirdim. Yaxshi, o'zingiz-chi? Men esingizda borkanman-a? Bo'lmadiga. 2 kundan yoqi. Sizni o'ylab ko'zimda uyqu yo'q. Yurakim sirrida qoldi. Biz o'ndadarga qochilishni o'lgirdik. Kunda ko'zimni ochsamla onundan xat keladi. Onun bilan paranglashmasam, bir narsam kamdak his qiladi. Muxtar bilan kelgusimni xiyol qiladi. Dunyoda mendekmi sarang odam bo'lamdi. Maktabga menishning oldida u menga gapi borligini aytdi. Ko'nglimda menga talab qo'ydi. Meni yaxshi ko'rdiganligini menga aytdi. Meni baxtli qilishga, men o'qish bitirib kelguncha meni saqlaydi deb o'ylabdim. Guldak yasinib, uning bilan ko'rishga chiqdi. Uning chiroyi sulg'un edi. Demakchi bo'lgan gapini og'zidan chiqara olmay o'tadi. U oxir og'iz ochdi. Sizga biroz gap qilsam Mahira. Men to'y qilib bo'lgan. 6 yil bo'ldi. Cho'ng o'g'lim 5 yoshga kirib bo'ldi. Kichik qizi 3 yoshga kirdi. Lekin men sizni rostli yaxshi ko'raman. Sizni jinimdan ortiq ko'raman. Uning keyin degan gaplari qulig'imga kirmadi. Keynimga o'rlib chiqib ketdi. Unutib ketaman. Seni o'ylamayman. Shu iroda bilan uni undadardan jub chiqarib tashladim. Ko'zdan jiroq, ko'ngildan jiroq deb tikan ko'ngil. Bir kecha kunduzni o'tkazib, markaziy shahar Urumchiga yetib keldi. Urumchi taraqqiy qilgan, mehri issiq, qo'yni kengri shahar. Hamma odamni o'ziga sig'dirib ketalaydi. Ish qilib, Urumchini shunchalik yaxshi ko'raman. Hash-pashdegicha maktabga o'rinlashib, o'qishni boshlab ketdik. Onunğa bo'lgan seg'inishim
yanala yuragimni qamallaydi. Kallamga dars tushmaydi. Men nemishqa o'zimni qiynayman. Oxiri hissiyotim aqlimni besib tushdi. Men uni yaxshi ko'raman. Meningmi boshqalarni yaxshi ko'rish erkinligim bor. Go'zal bir bog'chaga siz kirsangiz bo'ladi. Men kirsammi bo'ladi. Hammamizning bu bog'chadan hozirlanish haqqimiz bor. Uning ustiga mening uning oilasini buzish niyatim yo'q. O'zim yaxshi ko'rgan odam bilan bir kun bo'lsa-mu xo'shal o'ssam, shu mening baxtim. Esit mening oliy maktab o'quvchisi bo'lib qolganim. Esit ota-onamning menga qilgan ajri. Muhabbat ko'zimni ko'r qilib qo'ydi. Aqlimni yo'qotdim. Uning oilasi borligini unutib ketdim. Xuddi u menga mansub insondek. Uningdan o'zimni qochirmas bo'ldim. Bir kun telefonlashmasam uyqum kelmaydi. U meni qo'llaydi. Menga ishonadi. Meni hurmatlaydi. Men kutubxonani bek yaxshi ko'ratdim. Asosan ko'p qism vaqtlarim kutubxonada o'tadi. Kutubxonani o'mi yoqtiradi. Chunki bu joy uni xotirjam qiladi. Men kutubxonada desam, u mendan xotirjam bo'ladi. O'zimni baxtli his qiladim. To'g'ri. Yaxshi ko'radigan odami bo'lish baxt. Nurg'un odamlar yaxshi ko'rishning, sevishning, oshiqlikning nimaligini bilmay bu dunyo bilan vidolashadi. Borgan siri bir-birimizga amroq bo'lib ketayotdik. Hash-pash deguncha qishliq ta'tilmi keldi. Shunchalik xushal edim. Chunki men sig'ingan, tashna bo'lgan ota-onam bilan ham uning bilan ko'rishalaydim. Yurtimga oz qolgan siri yurak so'qishim tezlashib ketyotdi. Yurtga qaytib, atsila uning bilan bir g'aribcha taomlar oshxonasining kichik ayrimxonasida ko'rishdik. Arliqimiz borgan siri yaqinlayotdi. Qo'llarimiz asta ravishda tabiiyla bir-biri bilan juftlashib qoldi. Uning tiniqlari yuzimga o'raladi. Meni seg'indingizmi? Bakla. Dedim xijillik bilan. U cho'g'dak lavlarimga yaqdi. Onunga qarshilik qilamadim. Faqat bu shirin muhabbatdan cheksiz lazzatlanayotdi. Shu kecha hayajondan uxlay olmadim. O'rnimdan turib vaqirg'im keladi. Lekin shu xo'shlikning qanchalik davom qiladiganligini bilmaydim. Kunlarim xo'shal o'tayotdi. Ish qilib menga ta'til bo'lsa, biz bu fursatni bo'sh qo'ymaydik. Jiraqdagi muhabbat haqiqatan tatliq ham shirin bo'ladi ekan. Ko'rishalmagan siri uning didori meni shunchalik qiynaydi. Uning suratlariga yenishlab beqib suyatdim. Telefonni qo'yg'im kelmaydi. U allaqachon mening hayotimning bir qismi bo'lib ketgan edi. Ko'zni yumib ochqicha o'qishimni bitib qoldi. Men to'liq xushal edim. Chunki qaytib borsam, Muxtarni kunda ko'ra olaydim. O'qish bitirib kelibla bir o'rta maktabga xizmatga tushdim. Hamma ishlar yaxshi ketyotdi. Muxtarmo xizmatimni qo'llaydi. U bo'g'ashqa jafolarimni bilinmaydi. Men allaqachon yuragimni uningga qo'sh qo'llab sunib etgan edim.
Onun keynidan жүріп, өзімнің toy qilish yeshiga yetib qolganligimni unutib ketgan edim. Baxt degan nima? Men uning bilan o'ssam, baxt degan shu. Nima degan ahmoqona o'ylash bu? Xizmatga chiqibmi, aqlimni topmaganimga hayronman. Adash, men bu yerda. Güzelning chaqirishi bilan xiyolim bo'linib ketdi. Uning yeniga berib, uning bilan yuzimni yuziga yiqib ko'rishdik. U mendek hissiyatchan emas, mendan aqlliq. Uningda hakavirlik, qarqo'saqlik, sapasizlik, aqko'ngillik, mardlik, ushuqliq deganlarning hammasi bor. Bu ujmi ko'ngil adashim ayda bir o'g'il do'st yengishlaydi. Bugun arlashdimi, atsila ikkisining rasmini do'stlar chambarkiga chiqardi. Nopos daftarimning birinchi beti deb. Yana bir oydan keyin qarasangiz, bu nopos daftarining birinchi betiga boshqa birisi o'zgarib qoladi. Voy, ichilib o'ltira, ichimni siqmay. Yana shu Muxtar degan lomzalini o'ylayotgan o'xshamamsa? Burunla onundan jiroqdir desam, o'zingni tutolmading. O Muxtarjo, mening 3-chi muhabbatimning og'aynisikan. Uning sendek tomochiqlarichu samandek. Uning uvaliga qolgan qizlarmi az emas. Anglasam, o'zining ayolining do'stlari bilanmi ish-pesh tortishib shiriydi ekan. Güzel, mana shundoq hamma gapni tuzla deydi. Ba'zi chaqlarda faqatli ko'nglimni ayamaydi. Lekin onunga chidamayman. O bo'lmasa, yo'limni tepib mangmayman. Muxtarning gapini deyishimsak bo'lamdi, adash. O'zingning ishlarichi? Ha, tilisam achchig'ing kelganda tayinliq u bir nimangni. G'ururing bilan yashamamsan deyman. Nimishqa kayningdan qo'g'lashayotgan nini yigitlarni qo'ltiqlab, uning oldidan o'tib ketmaysan, po'chi, aqsa mandaq. Nimishqa uning qilganlarini ko'ziga ko'z tib qo'ymaysan?